Qimmat telefonlar yaxshiligini hamma biladi. 10 million, 15 million. Lekin hammaga monster telefon kerak emas. O'quvchilarga, o'qituvchilarga, farzandlarimizga, oilamizga va o'rta yona telefonlarda yaxshisi bormi? 3 millionga 7000 amper batareya ekanlik. AMOLED ekranli va Amerikan Qualcomm kompaniyasini hakerlar buza olmaydigan Snapdragon protsessori o'rnatilgan. Bir haftadan beri bizni sirli sinovimizda storieslarimizni sinab kelayotgan telefonimiz bu Honor kompaniyasining X8D telefoni edi. Qo'shimcha plus yangi rusumdagi zamonaviy naushnik yangi birinchi olganlarga qo'shib bering. Nimaga buncha arzon? Nimadir bor deyishingiz mumkin. Albatta bu yerda nimadir bor. Bu raqobat. Honor kompaniyasi xodimlari juda yaxshi biladi. Biz odamlar Samsung bilan Mi telefonlarga o'rganib qolgan. Shu sababdan quloq eshitmagan darajadagi sifatli parametrlar baland telefonni quloq eshitmagan arzon narxda beryapti. Ko'rib o'tib sifatiga baho berishingiz uchun. Bu telefon bilan uyingizdagilar va farzandlaringiz hech qachon telefonim zaryad tugab o'chib qoldi demaydi. Hech qachon telefonim qatib qoldi, hakerlar hujumiga uchradi demaydi. Telefondan yana nima kutish mumkin? Zaryad uzoqqa yetsa, qotilmasa, zo'r ishlasa, AMOLED ekran tiniq ko'rsatsa, menimcha juda yaxshi parametrlar. Aytmoqchi esdan chiqib, uyingizdagilar bu telefonni tushib ketib sinib qoldi ham demaydi. X8D 1,5 metrdan tushib ketishiga javob berilgan. Takrorlashni tavsiya qilmaymiz, bu faqat favqulodda holatlar uchun.